Xullas, lekin bugungi videoda biz Ahmet bilan birlikda o'zimiz uchun muzqaymoq zavodini quramiz avvalo. Короче, video boshlamadan videoga like bosib, kanalga obuna qo'yinglar. Har doim random yegumatli 5 ta bo'lsa, men durust qo'shaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentni yozib qo'yinglar. Bu palarkani olamiz. Короче, o'yin boshlandi, bola, challenge boshlandi. Mo'ttizi $60 bir nima qilsa bo'lar ekan. Lekin olinmayapti. Ha, men yoqish kerak. O'chirib qo'ydim yoki? O'chirib qo'yibman, ey. Yo'q. Vay bile. Yo'q buni. Mana shu qaytib ketdi orqasiga ko'rdinglar. Yo, buni yo'q qo'yamiz. Biz kunlik bonuslarimizni ham olishimiz kerak. Kunlik bonusimizni ham oldik. Yaxshi, bunisi boshqa gap. Demak, mana tekinga research chemicals. Bitta bir nima qilishadi menimcha. Bular muzqaymoq ishlab chiqarishadi. Bu robot muzqaymoq ishlab chiqaryapti. Davay. Nima deyapti bu? Anything else? Bir nima balo bitir. Obunachi emas-ku, to'pimiz, ha? Yo'q. Yo'q, bu boshqa. Mana. Obunachilar ishlar ekan bitta bo'ldi. Day, pulimizni yana ochamiz. Ice cream. Bu yerga 200 ta anaqa narsa kerak ekan. Bu nima? Bu laboratoriyani ichidagi ichimligimi nima? Demak, mavkum robotchami? Ayo, boshqa narsa ekan bu. Bo'la ishlayapti, yangi muzqaymoq ustida ishlashyapti. Juda ham shirinlik. Tam olish kerak. Bular reklama ustida ham ishlayapti. Biz ham o'zlarimizni, anamizni reklama qilish kerak albatta. Mollarni kuchaytiramiz yana. Yaxshi. Qani bizlar muzqaymoqlar qaytib ketyapti. Qani muzqaymoqlarimiz. Mana ochdik. 750 yana kuchaytiramiz. 1.5 ga yana kuchaytiramiz. Yaxshi. Zavodimiz zo'r uji maksimum kuchaytirib bo'ldik menimcha. Demak, bu yaxshi ishlayapti o'zi. Tekinga nima berdi menga yana? Voy, tekinga $2500 berdi yana. $200lik har bitta narsamiz $200 ekan bu yerda. Mana upgrade qilamiz. Voy, bu yerda yana bir nima qo'shadi. Endi bu $200 emas, bundan ham qimmat bo'lib chiqadi. $210mi? Shuncha pul jalka ketganiga yarasha bitta qimmatroq qilmadi-da. Bu yerda nima qilinadi bolalar? Bu yerda kelgan marojnilar, qadoqlarga solinar ekan, qadoqlanadi. Keyin bu yerdan chiqar ekan. Bu yerdan keyin bular hammasi do'konlarga tarqatilar ekan. Bo'ldi. Bular nima bu? Speed coil, bu gravity coil, magic carpet yo'q. Bizda Robux yo'q bu bolalar. Pul qayerdan kelyapti eng qizig'i? Pul qani? Release. Pul qayerda? Qani? Nima? Bumi? To'xtab tur, birini berar ekan. Olayda. Hoppa, oldimmi? Oldim menimcha. Bir nima oldim. Qani nima? Bankimda $0 mani. Ishlamayaptimi yoki zavodimiz? O'chirib qo'ydim zavodni. Yoqib qo'yish kerak-da bu zavoddan hozir. Mana yo'q. Yo'q, nimaga? Qani meniki nima ishlamayapti zavod tushunmadim. Menda bos. Endi chiqdi meniki sotuvga, bilet. Mana ham bosish kerak, release. Bosib turish kerak ekan mana. Bu yerda ishchi qo'yish kerak. 15 ga pul kerak, ishchi qo'yib qo'yamiz hozir. 15 ga ishchi qo'yib qo'yish kerak. Bu yerda mayda timer bor ekan. Bu yerga esa narsa qo'yamiz. $4000 pul ishlaydigani bo'ldi. $1000 pulimiz bor. $4000 olamiz. Yaxshi, $4000 ham oldik. Bunisi boshqa gap. Endi hozir qolgan narsalarni kuchaytirishimiz kerak. Ketdi, bo'ldi. Qolgan narsalarni kuchaytiramiz. Mana oz tugadi, doy. Yo'qorak. Bo'ldi, zo'r. Billa 15 ga ekan, meni kuchaytiryapman. Vaqt talbayapman-da. Meni kuchaytirmoqchi edim. Avtomatik bosib turadiganni. Pul beradi? Yo'q, men pul berdi. Boshqa narsa ekan. 2x qilib berar ekan pulim 5 minut ichida. Bu betdagi mana shular qo'l bo'lay aniq turamiz endi bolalar chiqsa necha. 15 ga yiqqanimizcha. Yaxshi, hozir 5 ga pul yig'ildi atiga. Davay, o'zi kesin muzqaymoqda managa yig'ilsin ko'proq, keyin bittada hammasini sotib olamiz. Birma-bir bosib o'tirish o'rniga 250 ga mana upgrade qilsa bo'lar ekan, 250 ga. Pulni ham avtokollik qilsa bo'lar ekan, lekin 99 buncha qimmat. $450 ga aytib bir nima olsa bo'lar ekan. Strawberry. Voy, yaxshi. Zo'r narsa topib oldim. Bu endi muzqaymoq boshqa muzqaymoq chiqarar ekan. Nima edi nomi? Strawberry nima edi bolalar? Yana gilosda nargisi bor-ku. Nomi nima edi? Qarajik qulubdan esimga tushdi bo'ldi. Onlayn yuboramiz, bo'ldi sotuvga, hammasini sotuvga yuboramiz. 5 ga pulimiz bor hozir. Muzqaymoqlar narsa chiqyapti. Mo'r nima bu betda? Bular nima bu? Demak, mana bu yerda bizda mana 1600 ta bo'lib ketibdi mana bundan bizda. Bunga nima olsa bo'ladi? 300 ta mana undan, 200 ta bundan olsa bo'ladi, 100 ta bundan olsa bo'ladi. Bananli yaxshi berdi, to'liq aniq qo'yardik bolalar. Interact nima bu?
Voy, majni oldimmi o'zimga? Ye. Yedimmi? Yeb qo'ydim. Voy, nima qilaman bularni endi? Tushunmadim. Da, hozir. 6 ga mana hozir 6 ga pulim yo'q, mana 6 ga. Mana bu yerda kuchaytiramiz. Strawberry crate kuchaytiramiz. Keyin mana kuchaytiramiz. Endi zo'r bo'ldi. Hoppa, bunisi boshqa gap. Billion? Komda boss 1 billion. Men bu yerda hali ekanman, ishchi Moskvadagi. Ana ekanman hali. Ish boshqaruvchi ekanman. Men hali bu yerda xo'jayini bo'lmabman, zavodning egasi bo'lmabman. 1 billion dollarga sotilar ekanman zavodni. Men просто arendada ekanman hozir. Hamma tovarlarimiz ketdi. Mana sotilyapti. Voy, 15 ga bor, avtomatik. Endi avtomatik qilib qo'yamiz hamma narsani, mana. Avtomatlashtirib qo'yamiz. Va 90 sekundga aniqlardi, 90 sekunddan ham yoqib qo'yamiz. Yaxshi. Endi mana shu turadi. Avtomatik o'zi bosib turadi. After output timer 2,5 sekund debdimi? Yo'q, bo'ldi, bosishni boshladi o'zi. O'zi avtomatikga bosishni boshladi. 17 da keldim o'zi, 17 da narsa keldi o'zi. Fayl bilet. O'zimiz boshlagan bo'lar ekan, tez bosib tashlagan bo'lar ekan bularni. Bo'l, hammasini bosib tasha. Bizga ko'proq pul kerak. Вообще tez chiqish boshladi, bolalar ko'rdinglarmi, muzqaymoqlar tez kelish boshladi. Enhancer upgrade bu nima bu? 15 ga yana bitta narsa sotishib bo'lar ekan. 15 ga pulimiz ham bor, eng qizig'i. Pulni ham soqqan ham oldik. Ketdi, boyagi narsani ochamiz. Bu mutation upgrade. Hali bularni endi ochamiz. Mana bu yerga narsani ochish kerak. Bu nima ekan bu? Oho, enhancer pulini narxini qimmatroq qilib berar ekan bu. Bo'ldi, bunisi boshqa gap. Dash ishlaylar. 35 sekunddan keyin bosamiz, freezer upgrade. Yana 15 ga mana yerda kuchaytirishimiz kerak ekan. Shopda nima bor? Shopda Robuxga bizda auto collect, Robbery bilan Robuxga вообще qimmat ekan narsalar ekan. 240 ming dollar. Ye? Bilad, 1,5 million dollar olsa Bo'ldi, Robuxdan donatini qilib endi mana 100 million kechdi. 1,5 million kechdi olamiz. Davay, ketdi. 130 Robuximiz bor. Dang bo'ldi, shuncha pul oldik. Endi bu yog'iga qancha Robuxim qoldi? Ochadigan narsalarimiz bor bolalar. Tekinga ham bizga bir nima berdi mana. Tekinga o 2x qilib beradi pulimizni. 1,5 million pulim bor. Demak, biz nima ochamiz? 15 kalik joylarni ochishimiz kerak. 15 ga, 15 ga, yana 15 ga. Yaxshi. Mana nima, bitta dur upgrade bu kerak emas. 15 kaliklarni ochamiz. Mana pullarni ham yig'amiz. Qani bu yerdan ochadigan narsalarimiz bormi? Turkiyaga mana kuchaytirishimiz kerak. 7,5 ga yana kuchaytiramiz. Zo'r, buni maksimum kuchaytirib oldik. Bitta yana bitta narsa kuchaytirsa bo'lar ekan. Mana kuchaytiramiz, buni kuchaytiramiz. Mana yana bitta kuchaytiramiz. Tez. Uy, buni ham kuchaytirib tashladik. Uchalasi ham maksimum zo'r bo'ldi. Endi mana bu yerda ochib tashlash kerak. 6 ga bu yerda kuchaytiramiz. 12 ga mana bu yerda muzqaymoqchilarni ko'paytiramiz hozir. 20 ga esa mana bu yerda ochamiz. Bu nima qilib yuribdi yonimda? Kim bu? 50 ga mana bu yerda esa ochamiz. Bo'ldi. Qolgan endi mana bunaqa narsaga ochilar ekan. Va unga pulimiz yetmaydi. Mana bu yerga yetar ekan. Bo'ldi, qolganiga yetmaydi. Demak, ketdi. 82 ga mana zona ochamiz. 100 ga ekan mana ochish. 125 ga. Yaniga bolalar boshqa narsani ochamiz. Ana bu yerda ochadigan narsalarimiz bor, shularni ochishimiz kerak. Mana bu yerda mangolini ochsa bo'lar ekan, morojnini, mangolisini. Yig' bilan bo'ldi, hali bu narsalar ham bor ekan-ku. Mana Zaynob qoldilar yonida xalaqit berib. Kim bu? Nikini bilib olay, hozir bloklab yuboraman. Real Bakommi? Hozir yana bitta xalaqitsa bloklab yuboraman bolalar. Bolalar, bizga qo'shilgandan keyin menga xalaqit bermaylar. Xalaqit bersangiz shunaqa bloklab yuborishim mumkin. 7,5 kamiz yo'q. Короче, ketdi, bizda kuchaytiradigan narsamiz bor, joyimiz bor. Mana bu yerda kuchaytirishimiz kerak. Mana shu yerimizni zo'r. Endi mana ochib qo'yamiz. 188 ochiq turadi. Bu yerdan ochishimiz shart emas. Mana avtomatik o'zi aniq qilyapti. Enhancer upgrade. Dang etib kuchaytiramiz. Zo'r. Bu endi tez o'tkazishi kerak morojnilarni. Naryoqqa tez o'tkazishi kerak. Uy, zo'r puldan ketyapti o'zi ham. Morojna qimmat morojnalar ketyapti bo'ldi. Bosib o'tirishim qarab tugamayapti-ku bular. Da ketdi. Pulimiz 54 ming. Yaxshi. 252 ga mana kuchaytirsam ekan? Yo'q, vallahi 252 ga mana kuchaytirsam. Bu nima bu? 1-2 cash deyapti. Qani mana bu yerda biz morojnalar kuchaytirishimiz kerak. 7,5 mingga buni olamiz. Buni kuchaytiramiz. Endi mana buni ham ochishimiz kerak. 7 ga qolganlarni ochsa bo'ladimi? Yo'q, buni polностью kuchaytirib qo'ygandan keyin qolganlarni ochilar ekanmiz. Hoppa, buni polностью kuchaytirishgancha pulimiz yetadi. Ochmayapti-ku buni. Ustidan bosib ochmayapti. Qotyaptimi? Nima qilyapti? Tushunmadim.
pulimiz yetadi. Bitta aylanib kelaychi. Boshqa ochadigan narsamiz yo'qmi bu yerda? Bu yerdan ochib bo'lganmiz. Mana bu yerda 6 ga mana ochishimiz kerak. 5 ga mana bu yerda ochishimiz kerak. Bo'ldi, bu yerdan ochiladigan narsa qolmadi. Bu yerdan pulimizni hammasi ishlayapti. Endi mana bu yerdachi. Bu yerda 150 ga mana ochishimiz kerak. 150 resel, ketelesisis degan narsa. Bo'ldi, qolgan pul tursin. Mana marjinalni kuchaytirib bo'lmadik. Mana. Ha, bo'ldi mana. Endi ishlayapti. Yana bitta. Bila ishlamay qoldik ana. Mana. Bosilmayapti. Marojniy yeyapti mana bola. Mana. Real bakon. Hoppa, 65 ga. Nima kuchaytirib bo'lmayapti, chunki chimayapti. Pulimiz 256 ming bo'lib ketibdi. Pulni ham soqqan ham olamiz. 77 sekund bor hali nariyoqqa. Demak, boyagi marojniyimizni kuchaytirishimiz kerak. Bizga qanchalik ko'proq marojniylar bo'lsa, shunchalik yaxshi. Mana kuchaytirishimiz 14 ga. Endi mana bu yerda ochamiz. Mana ochaman. Yaxshi, bunisi boshqa gap. Endi like bosganga muzqaymoq. Like bosganga muzqaymoq deyapti ana. Real bakon. Bola like bosganga muzqaymoq beramiz rostdan ham. Like bosinglar, bola videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Обязательно videoga like bosib obuna bo'lganlarni men друзьяga qo'shaman. Instagram друзья bo'lmoqchi bo'lsanglar, like bosib videoga obuna bo'linglar. 200 ga mana bu yerdan ochamiz. Qani, nima berdi endi bizga? 2 minutga 2x qilib berar ekan, 7,5 minutga. Zo'r. Qolganlari hammasi mana bunaqa narsaga o'chiradi. Pulimizga mana yerda kuchaytirsak bo'ladi. Yaxshi. 200 ga pul kerak endi bizga. 14 ga mana yerda kuchaytiramiz. Zo'r. Bu nima o'zi bu? Ana pullarni yig'ib olishimiz kerak. 188 ga pul yig'ilibdi bankimizga. Zo'r. Endi biz boyagi muzqaymoqni to'liq upgrade qilib olamiz va nihoyat oppa. Zo'r. Buni polностью upgrade qilib oldik. Endi qolgan yig'ilgan pullarni biz boshqa narsalarni, ya'ni mana bu narsalarni upgrade qilishga ishlatishimiz kerak mana. Mana sekund tugab qoldi shekilli. Dama sekund tugab qolibdi, shunga ishlamayotgan ekan bular. Uy, marojniy kelishini qaranglar. Kelishini qaranglar. 75 ta marojniy bo'ldi. Tez-tez o'zim bosib tashlayman. Tez-tez o'zim bosib tashlayman. Davay. 60 ta marojniy. Bularning hammasini puli qancha bo'ladi? Zaxuya bo'lib ketadi-ku bularning puli. Davay, tez hammasini o'tkazib yuborishimiz kerak. Bo'ldi. Hamma marojniylarni o'tkazib bo'ldik. Qolganini o'zi o'tkazadi. Hamma marojniylar o'tkazib bo'ldik. Bu marojniylar ham ketdi. Qolganlarini endi o'zi o'tkazsa kerak. O'zini sekin-sekin o'tkazadi. Lekin tinmasdan marojniy kelyapti bor-ku. Tiqilib qoldim deyaptim mana. Respawn qiling. 800 ming dollar pulimiz bor bo'ldi. Pulni ham olamiz. Bankimizda $900 ming bor. Biz boymiz. Endi bu yog'iga polni apparatlarni kuchaytiramiz. Mana apparatni kuchaytiramiz. Yaxshi. Bunisi boshqa gap. Mana apparatni kuchaytiramiz. Endi manoni kuchaytiramiz. Hoppa, yaxshi. Aperto play Neymar. Conveyor. Bu nima qiladi bu? Apasni tok ekan bu. Tokka tegmadi bosib qo'ygan. Tegmaymiz uni. Tokka tegmaslik kerak bo'la. 25 ta muzqaymoq yig'ilib qolibdi. Qolgan muzqaymoqlarni tiqamiz. Davay. Tez bu buncha ko'p tinmasdan kelyapti muzqaymoqlar. Yaxshi, muzqaymoqlar hammasini berdik. 300 ga pulimiz bor yana. Yaxshi, bunisi o'sha 400 ga dash bo'lib ketdi. Hoppa. Mana 1 sekund tugab qolmadan, yo'q 70 sekund bor hali. Endi yangi marojniy ochishimiz kerak bo'la. Marojniy yo'lni ochaylik. Hoppa, mana ochamiz. Yana 45 ga 130 ga kuchaytiramiz. Davay, och. Yaxshi, 380 ga. Ozgincha yetmas ekan pulimiz. Ozgincha yetmas ekan. Bankdan ozgincha pul yig'olik. 87 ga pul bor. Yaxshi, endi yetadi. Maksimum kuchayarmi ekan, yana bitta bormi ekan? Maksimum kuchaydi. Yana bitta yangi muzqaymoq qo'shildi bolalar. Bunisi endi juda ham ko'p pul beradi albatta. Toggle dur nima bu? Toggle dur nima ekan bu? 49 ta Robux. Lekin menda 19 ta Robux so'rayapti. Knopkani bosib turadigan narsa ekan bu, garoch. Bizdan uni men o'zimdan qila olaman. Boshqa narsa qilsa bo'lmasmi ekan bu Robuxga 2x cash, pulni 2x qilib berar ekan. Bu 79 Robux ekan. Gravity Coil, Magic Carpet, bularchi bular nima? Yo'q, bular bizga kerak emas. Yana Robuxga nima olsa bo'ladi? Avtomatik ham pul yig'ib berib turadigan olsa bo'lar, lekin bu qimmatda bolalar. Qancha ekan? 39 bilan 8 ta Robux yetmaydi ataga. Undan ko'ra boshqa narsa 2x resurs qilsa bo'lar ekan. Bu 59 Robux. Bilan qimmat ekan bu narsalar juda ham. Biz avto kollektor ochishimiz kerak, mana shuni arzonroqqa. Mana bola hozir 40 ta Robux donat qilaman, keyin mana ochamiz. Oppa bola, Robuxdan tashlab oldik. Endi buni avtokalga yoqib qo'yamiz. Endi bizga bemalol bo'ldi, avtomatik pullarimiz yig'iladi. Zo'r. Pullarimiz avtomatik yig'iladi endi.
Qani yig'ilyaptimi avtomatik? Avtomatik bo'ldimi hozir? Qanaqa ko'ramiz avtomatik bo'larmikan? Avtomatik bo'lyapti pullarimiz. Bunisi boshqa gap. Mana uni ham ot sotib olib qo'yaveramiz bolalar. Pulimiz yetadi bemalol. Dang. O'zi avtomatik tugmani bosib turadi. Hammasi avtomatik bo'lib ketdi bu yog'i. 2x cash esa bizga 79 ta Robuxga bolalar pulni 2x qilib beradi. Bunda вообще kuchayib ketamiz-ku bolalar. Вообще kuchayib ketamiz. Tugmani bosib o'tiribdi mana bolalar. Gap yo'liga shundan yordamlashib tursa, men mana ishlarim qilaman. $1,5 million ga biz yangi muzqaymoqni kashf qilishimiz kerak. Yangi muzqaymoqni ochib tashlaymiz. 50 ga mana uni yangi muzqaymoqni ham kashf qilamiz. $270 $780 ming. Yangi muzqaymoqni ham kashf qildik bolalar. Zo'r. Endi mana muzqaymoqni ham kashf qilamiz. Hoppa, ochil. Oy bosilmayapti mana. Qo'y bilan. Bagi bor ekan, bolalar necha mayli. 100 kundan ko'p zdaniya ochamiz. 750 ga bo'lsa endi mana bu yerda ana bo'lar ekan. 750 ga oz keladi bolalar. Ozgincha qo'y. Davay 750 ga qil. Hoppa, bu yerda ochdik. Men kompyuterni quradi. Menda yo'q-ku bunaqa kompyuter. Nima deb yozgan? Fatal error nima barabar kompyuter so'ragan. Mana shunaqa kompyuterim bor bolalar. Zo'rligini qaranglar. Research data $1 million ekan. Mana shu yerda ochamiz endi. Research datani $1 million ga dang. Research data. Buni ham kompyuter so'ragan. Endi 1,5 million pul kerak mana bu yerda ochishimiz uchun. Mana 96 ga narsamiz kerak. Bu 170 ga mana tushirishimiz kerak hozir. Lekin kuchaymayapti nimagadir. Muzqaymoqlarimiz avtomatik sotuvga qo'yilgan. Hamma narsa avtomatik, pul ham avtomatik keladi, hammasi avtomatik keladi garoch. Lekin mana slab ishlaydi menimcha. Yo'q, men bola zo'r bosib o'tiribdi. Gap yo'q ekan, rahmat adish. Soqqa kelyapti bolalar mana bu yerda. Mana uni ham sotib olamiz. Yaxshi 510 ga yana bitta. Davay 510 ga. Yo'q. Undan ko'ra men ochamiz, davay. Tegil ishlasin. Zo'r. 1,5 millionga yana buni sotib olsak bo'lar ekan. Mashina ham sotib olishimiz kerak. Keyin mana bu joylarni ham sotib olishimiz kerak. Unga esa mana bunaqa narsa kerak. Mana bu joylarni sotib olinganmi? 30 ga ekan, bilat. 110 ga men ochib olmayapman, lekin qizig'i. Mayli necha chiqsa, toy. Ochilmayapti. Nima? Yo'q-ku. O'zi avtomatik bo'lyaptimi? Qani? Vaqtida o'tkazib yuboryapti, lekin gap yo'q. Juda ham tez ishlayapti. Ishlayversin. Mana tekinga narsa berdi. Baqiraverma, Zaynab. 2x qilib beradi pulimizni 10 minut ichida. 10 minut pulimizni 2x qilib beradi. Davay, mana ochaylik-da. Hoppa, 510 ga ishlatadik. Endi 1,5 millionga. 1,5 millionga ochmayapti. Mana ochaman 1,5 millionga. Mana. 2 million. Oyni sindirish 2 million ekan. Hozir 2 million easy yig'ib qo'yamiz avval. Easy. Davay, pashta 2 million. 2 million bo'ldimi? Ozgincha qoldi 2 million davay. Mana yurdimi? Bular bu yerdimi? Hakkerchilik qiladigan joy ekan-ku bu. Bular. Bunisi boshqa. Mana kim o'g'rimi? Dahshat muzqaymoqni yaratib qo'ydik bolalar biza. Endi 96 ga mana kuchaytiramiz 1,5 million. 1,5 million pulimiz yo'q ekan-ku. Pulimiz yo'q bolalar, afsuski. 96 ga yig'ishimiz kerak. Yaxshi, mana ochamiz. Zo'r. Mana ochdik. Pul nimaga qolib qoldi? Pul kimga qoldi menga? Nima bo'ldi zavodimizga? Mana avtomatik bosadigan knopkasi o'chib qoldi-ku. Yibanmi bu? Ochiq turibdi. Bo'ldi, ochiq turibdi. Polniy ochiq turadi endi. Marjlarimiz bosib turish kerak, maksimum tez. Pul nimaga kelmayapti desam buda? Bu to'xtab qolgan ekan. Mana shu yerda ham kuchaytirib olish kerak, avto upgrade. O'zi tez bosadigan qilib qo'yishim kerak-da. 2,5 million yig'ilishini shunaqa qilib o'ramiz bolalar. 2,5 million yig'ilishini kutyapman. 102 ming bo'lib ketdi mana uch. 2,5 million yig'iladi hozir. Easy yig'iladi hozir. Davay 2,5 million atigi. Hoppa, zo'r. 2,5 millionga yaxshi. Endi o'zi bosadi avtomatik. Da. Lekin tez bosish kerak-da. Juda ham tez bos. Davay, zo'r. Mana shunaqa tez bosib tasha. Bitta bo'lib turibdimi? Zo'r. 250 ga mana kuchaytiramiz yana. Mana ham kuchaytirib chiqish kerak. Mana kuchaytirish qancha? 250 ga buni kuchaytiramiz. Zo'r. Endi yangi marojniyni ochishimiz kerak. Juda ham qimmat marojniyni ochishimiz kerak. 1,5 millionga esa mana kuchaytiramiz. Zo'r. Endi yangi marojniy mana bu yerda ochamiz. Bang. Ochilmayapti. Billash shunaqa bagi bor ekan.
Bu yerda 109 mingta manaqa laboratoriya narsasiga biz ham mana bu yerdagi narsani ochishimiz kerak. Bu yerda polностью ochilgan. Aytaylar ochilmagan. Ice cream mana uni, keyin mana uni. Hoppa, bunisi boshqa gap. Yana 111 ga bor. Mana ochamiz. 125 ga, 125 emas ekan, 100 ga mana. Hoppa, yaxshi. Shuni ochish uchun men 100 ga sarfladimmi? Tupoy miya. Yangi muz qaymog'imizni ochishimiz kerak biza. 4 million pulim bor. Pulim ko'paygandan ko'payib ketyapti. Kuchaytirib bo'lmayapti endi. 4 millionga biz ham mana bu yerdagi narsalarni kuchaytirishimiz kerak. 250 ga mana X enhance qilamiz, yana bitta enhance qilamiz. Oppa! Dahshat qildi. Bu pulimizni ko'paytirib beradi endi. Biri 15x qilib berar ekan, biri 15x. Million pulimiz bor. Dur upgrade, bu yerda ham upgrade qilamiz. Mana bu yerda ham upgrade qilishimiz kerak endi. Oppa, marojniyimizni yana kuchaytiramiz. Marojniy kuchaytirib bo'lmayapti, Zaynob. Qakkelchilik qilib yana 6000 ta narsa oldik. Mana bu yerda ham ochamiz. Bo'ldi, bu yerda ochiladigan narsa qolmadi. Mana bu narsaga hammasi ochilib bo'ldi. Endi mana zona 3 millionga ochishimiz kerak. Bang. 4 million, yex bilad. İşimiz вообще tezlashtirib olishimiz kerak. Shunda bizga juda ham ko'p pul kiradi. Mana. Biz qamoqlarni ochib tursak, mana. Ochilmayapti endi. 2,5 millionga 1 million kuchaytiraman degandim. Nima bilan kuchaytirish kerak shunda hozir? Mana bu yerni kuchaytirish kerak. 2,5 million, mana. Yana 2,5 million bo'lsa, hozir mana bu yerdan kuchaytiramiz. Bu yerdan zo'r kuchaydi, zo'r. 2,5 million yana dayda. Hoppa, buni o'chirdim. Bunisi boshqa gap. Maksimum bo'ldi. Bizning zavodimiz 30 ga dollarlik muz qaymoqlar chiqaryapti, 30 ming dollarlik. Endi mana bilan kuchaytirish kerak, 2,5 millionga. Dropper timer nima bu? Dropper timer. Tekshirma kuchaytirish shart emas. Kuchaytirgan narsani o'zi yo'q bu yerda. Mana kuchaytirish kerak. Hoppa, bu boshqa gap. Yana ozgincha pul yig'ilishini kutamiz bo'ldi. Davay. Hoppa, pashti 2,5 million pulimiz bor yana. Endi muz qaymoqimizni kuchaytiramiz. Mana muz qaymoqni. Hoppa, 1,5. Kuchaymayapti-ku. My god. Mana zonamizdagi mana narsa ochishimiz kerak. Yaxshi, buni ham ochib oldik. Uy, laboratoriyaning zo'rligini qarang. Hoppa, gachi bunisi boshqa gap. Bolalar, qarshi joyda videoni tugatar ekan, bu yarim soat video bo'lib ketdi. Cho'zilib ketdi. Albatta, uni ikkinchi qismini chiqaramiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videoda ko'rishguncha, xayr.